Assalomu alaykum bizning kuzatuvchilarimiz. Bizning bugungi ikkinchi xizmatimiz Obodda bo'lib o'tadi. To'lg'onay onajonimizni yaqinlari nomidan tabriklab keldik. Umrlari uzoq bo'lsin, ko'p yoshlarga kirsin. Bizning ko'rsatib davom etinglar. Asl dekor jamoamiz sizlar uchun doim harakat. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar, xonadon sohibi va sohibalari, salola vakillari. Mana bugun To'lg'onay onajonimizni, akamizni shukrona ayyomlari munosabati bilan, tug'ilgan kunlari munosabati bilan 51 yoshimiz ekan aka. 51 yoshimiz munosabati bilan ukangiz Sultonboy og'amiz nomidan, akangiz Narposhsho akalarimiz nomidan tabriklab keldik. Sizga uzoq umr tilaymiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Ko'p yoshlarga kirgaysiz, sog' salomat bo'lg'aysiz. Bolalaringizni, farzandlaringizni, yaqinlaringizni baxtini har doim sog' bo'lg'aysiz. Tabriklaymiz. Asl dekor jamoam nomidan ham sizni bugungi shukrona ayyomingiz bilan tabriklaymiz. Tabriklayman. Ulug'bekning yashab kenglar, yoshlarga kirganda shiddatli o'qituvchilarga rahmatini ko'rib, eng yomon shunday bo'lsin. Assalomu alaykum. Aytgan Ulug'bek bilan qarasam, Mirandagi bolalarimiz sog'lom ishlab kelsin. G'alaba bayram bilan tabriklaymiz. Bolalarning vaqtini sog' Amin. Ilohim aytganingizga sen chiroyli tilaklar uchun kattakon rahmat. Eshitamiz seni chiroyli tilaklarni keyin o'yingirgilarimizga bilamiz. Marhamat. Geling marhamat. Ammajon tabriklaymiz. Uzoq bo'lsin. Bolalarning vaqtini sog' Shularga qadam ko'ring. Tabriklayman doğulan günler bilen. Xudoyim umring uzoq bo'lg'ay, bolalaring taxtini to'yar birgaysan. Ulug'bek bilan teng qarg'aysan. Hamma hayotingizda hech bir sürprizlar bo'laversin. Tabriklayman doğulan gün bilan. Bayram bilan. Ilohim aytganingizga sen chiroyli tilaklaringiz o'zlaringizni hamrohingiz bo'lsin. Yana bir bor tabriklaymiz akamizni, umri uzoq bo'lsin. Har doim shunday quvonib birgaysiz, yaqinlaringiz davrasida. O'yingirgilarimiz bo'ladi, rasmat chiqasizlar, marhamat.
Telegram'dagi Musiqalar Usmuz kanali taqdim etadi. Ayısı feleği burcunun bir pırağını varsa Ayısı sada burcunun